yozgi ta'tilda tikishni, bitishni o'rganyapmiz. Men yozgi ta'tilda futbol bilan shug'ullanyapman. Kelajakda albatta zo'r futbolchi bo'laman. Biz Quvvatay shahar maktablarida bo'lib, dolzarb 90 kunlik tadbirlari o'quvchilar uchun juda ham maroqli o'tayotganini guvohi bo'ldik. Biz o'quvchilar bilan basketbolni o'rganyapmiz. O'quvchilar basketbolni juda ham yaxshi ko'rishadi. Yozgi ta'tilda raqs o'rganyapmiz. Biz ta'tilda ingliz tilini o'rganyapmiz. To'garaklarimizga ota-onalar ham o'zlari ham ishtirok etishib, farzandlarini olib kelishyapti. Biz hozir yozgi ta'tilda maktabimizga ochilgan oromgohda dugona Munisa bilan robototexnika to'garagida svetofor yasadik. Svetoforimiz yoqdimi? Azizjon, siz-chi nima yasadingiz? Men shu robototexnika to'garagida mana shu konstruktor mashinani yig'dim. Yana shu rasmda avtokran va boshqa narsalar yig'moqchimiz. Men Quvasoy shahar 2-son sport maktabidan basketbol sport turidan murabbiyman. Men yozgi ta'til paytida 17-maktabga biriktirilganman. 17-maktab bolalari basketbolda juda ham qiziqib o'ynashadi. Men Odiljonova Feruza, 8-sinf o'quvchisiman. Yozgi ta'til paytida hayotimni mazmunli o'tkazish uchun dolzarb 90 kunlik shiori ostida bo'lib o'tayotgan tadbirda tikuvchilikni o'rganyapman. Ustozlarim mana shu kasbni o'rganishim uchun mukammal o'rgatishyapti. Mana ko'rib turganingizdek, Quvasoy shahar 17-ta'lim maktabimizda dolzarb 90 kunlik tadbirlari juda ham yaxshi tashkillangan. O'quvchilarimiz bir nechta to'garaklarda o'zlarining bilimlarini va jismoniy imkoniyatlarini oshirish uchun har kuni kelib shug'ullanishyapti. Hozirgi kunda 6 ta sport va 9 ta fan to'garaklari tashkillangan. Har kuni 200 dan ziyod o'quvchilarimiz kelib to'garaklarda ishtirok etishyapti. Xo'sh, Quvasoy shahar 3-sonli umumta'lim maktabida dolzarb 90 kunlik tadbirlari qanday o'tyapti? Biz Quvasoy shahar 3-sonli umumta'lim maktabidamiz. Мы в летних каникулах очень хорошо проводим время, приходим в школу, изучаем английский язык. Это очень хорошо влияет на наше будущее и на наше мировоззрение. Нам на каникулах очень сильно нравится. Мы в лагере танцуем, рисуем. Biz yozgi ta'tilni maroqli o'tkazyapmiz. Biz ona tili to'garagiga qatnashyapmiz. Biz hozir shoirlarni ham chiroyli yozishni o'rganyapmiz. Biz yozgi ta'tilni maroqli vaqtda o'tkazyapmiz. Vaqtimizni behuda sarflamasdan tennis, voleybol, shaxmatlar o'ynayapmiz. Mana bugun zakovat o'yinini o'ynamoqdamiz.
Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan Dolzarb 90 kunlik tadbirlari davomida bizning Quvasoy shahar umumiy 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bolajonlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida juda ko'p to'garaklar tashkil etganmiz. 14 xildagi to'garaklarimiz mavjud. Bu to'garaklarga o'sha kashtachilik, tikuvchilik, hunar o'rganish o'quvchilarimizda, undan tashqari til to'garaklari, ingliz tili, rus tili to'garaklari va sport to'garaklari tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarimiz har kuni mana shu to'garaklarda juda ham faol qatnashmoqdalar. Bu o'quvchilarimizga to'garaklar o'quvchilarni yozgi ta'til davrida bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda juda ham katta yordam beradi. O'sha bo'sh vaqtlarda ular til o'rganishadi, sport to'garaklariga qatnashishadi, o'z ustilarida ishlashadi. Ota-onalar ham juda ham bundan mamnun, hattoki to'garaklarimizga ota-onalar ham o'zlari ham ishtirok etishi, farzandlarini olib kelishyapti. Bo'sh vaqtlari o'quvchilarimiz juda ham mazmunli o'tyapti.